Ankama, sen ushlaysan, men kesaman. Nima qilyapsizlar? YouTube'dan ko'rdik. Qassobchilikni o'rganyapmiz. Ay Saloh, singling chichib qo'yibdi, garshigon tozalab va tez bor. Qaytib chiqasam, 5 marta chiqasan bo'lag'ay. men ham qo'y. Juribdi. Endi chiqsam bo'ladimi? Mag'zi qo'lim bilan ko'tini minat tozalayman. Bor ko'tini tozala. Nimaga arti? Menga aytmani ko'ylagimga. Ana kesakdan ko'p narsa yo'q-ku. Kulurma jur. Qancha ishing qoldi? Men shu oxirgisi. Ay, ana kuchukvachchang bor-ku, hozir ochligidan yo seni jiydi, yo meni jiydi. Ovqatini ber, mag'zvani to'ktagin. Ay bo'ldi, men chiqaversam bo'ladimi? O'tinda anka jog'adimi? Yanga men javobayman. Men seni ko'chada tug'ganmanmi? Muncha o'yinsiraysan. Non pishiraman o'tinlar joqtandirga. Jur, o'zim o'rgataman. Sarvinoz, qizim chiqin qani, ko'chatangiz pishdi, bitta jevang. Hey, Saloh, qayerga ketyapsan? Tez ko'r, singling o'yinchoqlarini jeb taylagan, jishtirib ol. Qiz bola bo'lib tug'ilsam bo'lmasmidi? O'zi qiz bolasan-u. Ishlarimni qilib oldim, endi o'ynasam bo'ladimi? Bugun bo'lsang bor ana. Norja yengankidan bir banka qattiq ochiq. O'ynayman. Bugun o'yin yo'q, men seni o'ynab turmaganman. Hey, Anka, bor ana Sanka bilan o'yna. Seni inam ko'tarmay qoldi. Adam sayni qayda vardingmi? Toydan keyin seni Tashkentga olib boraman. Metrovod shamas, Trezorda ko'rgan qachilaringda o'chasan. Artslarda ko'rasan, ular bilan seni rasmlarga tushiraman. Mazza qilib o'ylanasan. Shu bir oy borku. Umringda oxirgi jiddidan asal o'yib beraman. Chunki keyin ishlagan Rossiyaga ketaman. Har 3 yilgina 10 kunda kiyib kesib turaman. Mazza qilib titrlashamiz. Endi 10 kunda kiyganimdan keyin senga vaqt o'tmasligi mumkin-da. Bo'lish yo'qotganday, ina o'ta qarimda so'rov, amma sprizdim deb kelibradi, ketibradi. Shuning uchun buyoqqa hopolmaysan. Mana shu to'ydan keyingi bir oy seni asl o'ying va ering bilan o'tkazgan birinchi va oxirgi o'ying bo'ladi. Sen menga qatirsan orada. Abzataram, Toshtemram, hech qaysi xotiniga bunchalik bir oy qurvat bermagan. Hammasi bir haftadan keyin biri Rossiyaga, biri Amerikaga chizib yurgan. Nima qilamiz? Erkak kishi o'ylab boquvchi, ayol kishi uyda o'tirib, bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak. Hech narsa qilmaydi, bir hafta kiysan keyin javob beraman. Ushla sumkangni. Ichiga non solganman, sariyog'sib. Tushundingmi? Pul bering. Pulni nima qilasan? Yosh bola pulda ushlasa yomon bo'ladi. Bor, kech qolasan darsingga. Har kun shu ovqat yeyman. Uffillama menga. Zerikib ketdim. Nima qiling? Ashula aytib o'ynab beraymi senga? Bor ana kachilar yasab qo'yganman, shunda och. Qo'l yozib-ku. Oqmayda qizdirib paxta botirib sirtib qo'yaman, jajaya tushib ketadi hammasi. Ey, uxlay, joltan ko'z keladi hozir. Kelmayapti. Soat 8:30 bo'ldi, yarim kechasi bo'ldi. Ertalabki qo'ylar haydalmaysan. Sizda bir gul bor ekan, bizda bir bulbul bor. Shuni bir bitta qilib qo'yaylik. Ay, mayli-ku ya, hali o'qiyapti hamsiya. Menga qarang. Qolganini meni maktabimda o'qiydi. Bir oydan keyin to'y. Hali sepimiz ham tayyor emas. Bir jip atlas ko'ylak bilan simrimoli bo'lsa bo'ldi, aylanay. Juda jetmasa ana siz bilan meni sepimdagi ko'ylaklar yangiday turibdi. Mayli. Endi yoshlar jirib qo'yibdi-da, nima deymiz, boshqa ilojimiz yo'q. Boshini bitta qilish kerak. Mayli, kakras bu yilgi kontraktni to'laganimiz yo'q. Sizga nasib qilgan ekan-da, quda. Unday bo'lsa uy bizdan, uni to'ldirish sizdan. Yerimisi bizdan, kallari sizdan. To'yni sochma qilamiz, o'rgilay. Hamma narsani o'zingizga ovardingiz, bizdan ham nimadir bo'lsin. Mayli, sazangiz o'lmasin. Kontrakt to'lash sizdan, oyligini olish bizdan.